Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Mana bu ko'rinishda efirlarimizda tayyor bo'lgan obyektimiz avtorini qilib beramiz sizlar uchun. Xudo xolasa videoda uzoqlashmaysizlar. Ustagamiz ma'lumotni berib o'tishadi. Ustoga bu joyimiz necha razmer? Hop, joyimizda eni 38 metr, uzunligi 60 metr. Demak, eniga 30, uzunligi 60 metr masofa joyga mana ko'rinishdagi firma tayyorlab, ustunovkasini qilib beryapsizlar. Asosan qanday materialdan foydalanyapsizlar? Buni ichiga 4 ga 8. 4 ga 8, ichiga keshagiga. Keshagi 4 ga 8. Tepa pasi 10 ga 10. Demak, asosiy ramasi 10 ga 10 bo'lyapti. Ichiga 4 ga 8 keshagi material foydalanyapsizlar. Demak, bu yangi temir mahsulotlar bityapti xudo xolasa. Mana bu ko'rinishda ustunliklarimiz diametri necha yoki stenasi qanaqa bo'lyapti? Stenasi ularniki 8 sten. 8 sten, ha? Bunaqasi. Demak, tulbasi 300 takdan foydalanyapsizlar. Mana bu ko'rinishda mustahkam qilib yerga anaqasini ustunovkasini qilishibdi. Ustoga xizmat qanaqa bo'ladi? Xizmatini materiali uy egasidan hamma narsasi xizmatiga 90 mingdan qilyapti. Demak, bu joyimizda uy egalari fondiy materialni berishibdi. Bu ustakanamiz o'zlari 1 kvadratini 90 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsata olasizlar, ha? Bo'ldi. Xudo xolasa ustakanamiz nomerini pastda qoldiramiz. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsata olishar ekan. Konter mahsulot deysizmi, yangi temir mahsulot deysizmi, farqi yo'q. Xuddi shu ko'rinishda xudo xolasa ishlaringizni go'zal suratda bitirib berishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yi tuman Dehqonobod mahallasidamiz. Qiziqqanlar uchun albatta pastda telefon qilib qoldiramiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar.